Uzun HTML dersi 30. qism HTML film. HTML'deki film meselesi. Bu meseleninki asas mazmuni HTML'deki ovoz meselesi bilan o'xshash. Bu mazmunni qayta takrorlamadim. Bunimi qisturma ishlatish orqali amalga oshiramiz. HTMLda HTML5da audio element orqali tor ko'rgishda film qo'yishni ishga tushirgan bo'lsak, endi bu ovoz vujudini bir taraf qilishda audioni ishlatgan bo'lsak, film bir taraf qilishda video elementini ishlatamiz. Turbatga film vujud qo'yishning eng yaxshi va eng oddiy usuli nima deganda, eng yaxshi usuli HTML5 bilan embed objektni tang ishlatish. Eng oddiy usuli boshqa film qo'yg'ichlarni ishlatish, masalan, Yoko'niki film qo'yg'ichisini ishlatish degandek. Masalan, embed orqali bir flash vujudni qo'yish, objekt orqali qo'yishning kodi, andan keyin bu video orqali qo'yish. Bu eng yaxshi usuli dedik, har qanday ko'plagan tor ko'rgich qo'llaydigan. Buningda bu OGG vujudni ishlatdik, andan keyin WebM vujudni qo'shdik. Mushkul usullar orqali ko'plagan tor ko'rgichlarni qo'llashni amalga oshirdik, andan keyin objektni qo'shdik. Embedni qo'shdik. Embedni objektninki o'tirsa qoldik. Shunda bo'lganda bu 3 xil film qo'yishni birlashgan holatdagi nihoyatda iqtidor kuchli bo'lgan film qo'yishni amalga oshirdik. Eng oddiy usul nima deganda, masalan, maxil usul orqali biz bu yerda Yoko'ga yo'llagan bir filmninki adresini qo'yish orqali bevosita bu filmni shu turbat yuzda ko'rsatishni amalga oshirdik.